Havo mana shunday qaynab turgan paytda uyning oldida mana shunday tiniq sovuq tursa-da. Qaranglar suvning tiniqligini. Cho'milsa ham bo'ladi bemalol. Bu suvimiz tog' taraflarda joylashmagan, shaharning o'zida qaranglar, shunaqa tiniq, shunaqa shabada berib turibdi. Assalomu alaykum, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugun sizlar bilan Yangi Hayot tumanida sotilayotgan kvartira obzor qilamiz. Yangi Hayot tumaniga yetib kelganmiz. Simafit mehmonxona ko'pchilik biladi. Hozirgi paytda Simafit mehmonxonani shunday yonginasida 16 qavatli Novostroykadan 2 xonali kvartira sotuvga chiqyapti. Kvartira 11-qavatda joylashgan. Ko'ryapsizlarmi atrof chiroyliligini? Oldida udobstvolar mana bu tarafga bemalol mashinalar qo'ysanglar bo'ladi. Kech paytlari chiqib o'tiradigan bo'lsanglar ham yo'lda skameykalar qo'yib qo'yishgan, daraxtlar ekib qo'yilgan. Ertaga bu daraxtlar katta bo'ladigan bo'lsa, rosa ham soya bo'ladi. Bu tarafga rezinaviy asfaltlar qilib qo'yishgan. Mana bolalar o'ynaydigan bo'lsa, yiqilsa ham xudo xolisa hech narsa qilmaydi. Bu taraflarda mana bolalar o'ynashiga hamma sharoitlari qilingan. Bolalar o'ynab yuribdi. Bu tarafda bo'lsa, sport bilan shug'ullanishga ham sharoitlar qilib qo'yishgan, yana qolganlarni ham qilib qo'yishar. Atrofida hammasi Novostroyka domlar. Kvartira 55 kvadrat, 2 xona, $47,5 ming so'rashyapti. Mana shu chiroyli binoyimizda joylashgan. Chiqib ichkaridan ham ko'ramiz. Bu tarafdan chiqilar ekan, kirib ko'ramiz. Adres qo'yildi mana. Ikki taraf liftlar qo'yilgan. Bundan ko'rasizlar. Ko'rasizlar, mana shu liftdan chiqib keldik. Liftdan chiqqanimizda chap tarafga burilganimizda yana mana koridor bo'ladi. Koridordan kirib boramiz. Chap tarafga burilganimizda o'ng qo'ldagi kvartira. Qaranglar, remontlari zo'r. Yaxshi remont qilingan Novostroyka kvartira. Narxiga xudo xolisa yaxshi so'ralyapti. Qimmat emas demoqchiman. Kirishimiz bilan bir chekkadan boshlaymiz. O'ng qo'limizda sanduqli xonani ko'ramiz. Razdельный mana ko'ryapsizlar. Yangi. Vannaning hamma narsasi yangi. Vanna xonaning yonida razdельный mana hojatxona. Koridordan to'g'ri kirar ekanmiz, oshxona bo'ladi. Oshxonaga внутренний kotellar qo'yilgan. Kvartirani olgan odamga oshxona mebellari ham tashib ketiladi. Bu tarafda mana katta ko'chingiz ko'rinyapti. Ayo tarafdan ham chiqib ko'rsatib beraman. Bu tarafga kirganimizda mana ota-onalar yotoqxonasi. Bitta oila xudo xolisa mazza qilib yashaydigan sharoitda. Katta yotoqxonasidan balkonga chiqsak bo'ladi. Mana kattagina balkon bor bu yerda. Balkonda mana butun shaharni ko'rsanglar bo'ladi. Bu joyimizni mabodo agar arzonroq xarid qilib olib qo'yib, arenda berib qo'ysanglar ham bemalol $300 dan arenda bersanglar bo'ladi. Chap tarafimizga burilganimizda bu tarafda bir taxminan 15 kishilik mehmonxonani ko'ramiz. Uy remontlari zo'r, har tomonlama qulay lokatsiyada joylashgan. Metroga ham yaqin. Metroga shu 1 kilometr bo'lsa kerak bu yerdan. Bu joyimizga egalari $47,5 ming so'rashyapti mana shu turishida. Yana o'zingizlar egalar bilan savdolashib kelishib olsanglar bo'ladi. Yangi Hayot tumanida mana shunaqa arzonroq kvartira qidirayotganlar tarqatib qo'yinglar. Videoning tagida nomerlarni qoldiramiz.